Prezidentimizning 49-sonli farmoniga asosan Ulug'bek mahalla fuqarolar yig'ini og'ir mahalla toifasiga kiritilgan bo'lib, biz nihoyatda xursandmiz. Birdaniga shuncha ishlar bo'lib ketgani. Ro'yli bo'lib mana yangilar to'lab qo'yildi. 309 kilometr sip kabellar tortilishi, 3 dona transformatorlar olib kelinish natijasida tadbirkorlik subyektini rivojlantirish uchun yaxshi muhit yaratildi. Ko'chalarimizda farzandlarimiz yurgani qiynalar edi. Mahallamizga 709 kilometrga asfalt qoplamalari yotqizildi. Biz uchun hamma sharoitlar yaratildi. Ularning asfalt bo'ldi, ravon bo'ldi. Svetlarimiz shamol bo'lsa salga o'chib qolardi. Olingan imkoniyat, shart-sharoitlardan mahallamiz fuqarolari juda xursand. Prezidentimizga rahmat. Mana shunday barakali, xayrli ishlarni Alloh taolo kuch-quvvat bersin. Hamma sharoitlar mavjud. Shuning uchun yurtboshimizga katta rahmat.